Akalar, Gucci, Vinucci degan mashina topib qo'ydim sizlar uchun. 2021-yil 69 ming probegda Nissan kompaniyasining Vinucci mashinasini topib qo'ydim. Bu juda ham katta mashina bo'ladi. Gabarit ancha katta. Funksiyalarga keladigan bo'lsak, 360 kameralari bor, slepovoy zonalari bor, tonirovka ruxsatnomasi 5 oy bor deyaptilar. Bemalol ungacha minib tursangiz bo'laveradi. Balon holatlarida yaxshi qishdan bemalol chiqa olasiz. Bu mashinamizning qo'shimchasiga propan balonlargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Rasxotiga keladigan bo'lsak, gideyda 7 ta 8 tagacha maksimal rasxot qilar ekan. Kraska holati kirlo bilan eshikka ozgina o'tgan uchun, chizilgan uchun septirganman deyaptilar. Qolgan joylarini bemalol o'zingiz uchun tekshirib olsangiz bo'ladi. Narxini taxmin qilib turing. Taxmin qilganingizdan ham arzon otadigan bo'lsa, bitta like bosib, yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz. Mashinamizning salon holatlari juda ham go'zal. Elektropaket o'rindiqlari bor, atamankalari bor, abdufi, abagrafigacha bor ekan akalar. Panorama tomi bor, monitorlari bor, yer sharini joylab qo'ygan. Bu Vinuccini narxini Inomarka Namangan uchun kelishib, egalari bilan talashib, tortishib 18.900 ga tushirib qo'ydik. Sizlarga qanaqa mashinalar yoqadi, kommentariyada qoldiring. Shunaqa mashinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz.